Ich qotishiga qarshi top 5 ta smeslarni sanab bering. 5-o'rin. 5-o'rinda non-komfort bolaning ichini yumshatadi, hazm bo'lishini osonlashtiradi va qorin dam bo'lishini kamaytiradi. 4-o'rin. Nutrilon Comfort ko'pchilik onalar tanlovi ich qotishi va bolaning qornida dam bilan bog'liq muammolarni kamaytiradi. 3-o'rin. Similac Comfort tabiiy tarkib, palma yog'isiz, oson hazm bo'ladi. 2-o'rin. 2-o'rinda albatta Hip Comfort organik smes hisoblanadi, bolaning ichi tez keladi va allergiya deyarli keltirib chiqarmaydi. 1-o'rin. Friso Warm Comfort oson hazm bo'ladi, bolaning ichi qotmaydi. Eng asosiysi premium smes hisoblanadi. Oddiy smeslar ayrim bolalarda ich qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar bolangizda ich qotishi yoki dam bo'lishi kuzatilsa, smes qadoqda Comfort yozuvi bor smeslarni olishingizni tavsiya qilamiz. Shuni unutmang, har bir bola organizmi individual. Bir bolaga mos kelgan smes boshqasiga mos kelmasligi mumkin. Shu kabi foydali va tajribaga asoslangan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa bizning sahifamizga obuna bo'ling. Bolajoningiz uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni Pepito'dan xarid qiling.